Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Koson tuman axborot kutubxona markazi sizlarning havolangizga Jek Londonning Hayotga muhabbat hikoyasini taqdim etadi. Jek Londonning Hayotga muhabbat hikoyasi o'ziga xos syujet qurilishiga ega. Muallif insonning kurashuvchanligi va umidiga urg'u beradi. Boshida yo'lga chiqqan, aniqrog'i borgan yo'lidan iziga qaytayotgan ikki yo'lovchining holati tasvirlanadi. Hikoya mazmunida inson uchun bu olamda oltindan ko'ra muhimroq narsa, ya'ni tirik qolish, halovatda yashash va o'z maqsadiga erishish yo'lida tinimsiz intilish muhimligiga doir fikrlar mujassamlashgan. Jek Londonning Hayotga muhabbat hikoyasi inson irodasining barcha qiyinchiliklardan ustun kelishini tasvirlaydigan jahon adabiyoti durdonalaridan biridir. Asarning asosiy mazmuni Alyaskadagi oltin izlovchi kimsasiz cho'lda hamrohi Bill tomonidan tashlab ketiladi. Oyog'i lat yegan, och va kiyimlari titilib ketgan qahramon yashab qolish uchun tabiatning shafqatsiz qonunlari bilan kurashadi. Asosiy to'qnashuv esa hikoyaning eng ta'sirli qismi o'lim arafasidagi odam va u kabi o'layotgan och bo'rining qarama-qarshiligidir. Inson o'zining so'nggi irodasini to'plab, bo'rini yengadi va qirg'oqqa yetib olib kemadagilar tomonidan qutqariladi. Asarda insonning yashashga bo'lgan cheksiz tashlanligi, hatto eng umidsiz vaziyatda ham taslim bo'lmaslik kerakligi ulug'lanadi. Bu hikoya insonning hayot uchun kurashi va yashashga bo'lgan cheksiz muhabbati haqidadir. Sizlarga ushbu hikoyani o'qishni tavsiya etaman va bu orqali o'zingizning fikringiz yanada boyitiladi.